Assalomu alaykum kanalimiz kuzatuvchilari. Xuddi shunaqangi optim mebellar, optim joydan va birinchi qo'l joydan xarid qilishinglar mumkin. Uning uchun shu kanalimizga bitta like bosib, obuna tugmasini bosib qo'yasizlar. Albatta bizni kanaldan uzoqlashmaysizlar, chunki biz o'zimiz tayyorlagan mahsulotlarimizni, stullarimizni birinchi qo'l joylardan xarid qilishingiz mumkin. Va xolasa o'zimiz sex ishlab chiqarish. Bu videoni yo'qotib qo'ymash uchun obuna tugmasini albatta bosish esdan chiqmasin. Endi manzilni tushuntirib o'tib ketamiz. Manzilimiz Andijon viloyati Oltinko'l tumanida joylashgan. Albatta seximiz. Birinchi navbatda bu komplektimizga kelamiz. Bu komplektimiz hozirgi kunda juda ko'pchilikka manzur bo'layotib turgan Skironi variant ishlanyapti turgan komplekt. Fasonlari parlament fasonda ishlangan, ranglari jemchuk svetda va shampan svetda ishlab berganmiz. Oldilar chester tugmali holatda bo'lgan, machalka qismlari 9 sm machalkalar qo'yib, chiroyli holatda ishlab berganmiz. Orqa qismiga kelamiz. Xuddi shunaqangi baquvvat holatda ishlangan. 14 kishilik komplekt. Bunimizni Toshkent viloyatiga tayyorlab berganmiz. 320 ga 120 holatda tayyorlangan. Yog'ochlar rossiyskiy listoy yog'ochda tayyorlangan. Narxiga kelamiz. Narxi 4 million so'm. Xudo xolasa 4 millionga tayyorlab berganmiz. Keyin komplektimizga kelamiz. Bu komplektimizda Samarqandda shaharning o'ziga 16 kishilik komplekt qilib tayyorlab berganmiz. Bu komplektimiz 16 kishilik. Xon taxtasi razmeri uzunligi 360 ga eniga 120 holatda bo'lgan. Oldinlari xuddi shunaqangi avanli holatda ishlab berganmiz. Tag qismini bemalol pastxon qilib ham ishlatsanglar bo'ladi. Stullarga kelamiz. Stullari Skironi variantda parlament fasonda ishlab berganmiz. Ranglariga bitta e'tibor qilib qo'yasizlar. Oq holatda jemchuk svet chiroyli holatda sachib berganmiz. Machalka qismini ham 9 sm chiroyli holatda qilib berganmiz. Komplektimizdan narxiga kelamiz. Narxini 5 million so'm qilib bonus qilib beryapmiz. Xudo xolasa bemalol aloqaga chiqishaveradi. Keyin komplektimizga kelamiz. Bu komplektimizni Samarqand shaharining o'ziga buni ham tayyorlaganmiz. 20 kishilik komplekt. Xudo xolasa mana chiroyli holatda tayyorlangan. Bu komplektimizga endi fasoniga kelamiz. Fasonlari Cobra deyiladi. Monika fasonda ishlangan. Oldinlar chester holat tugmali qilib, machalka qismlarini 12 sm machalkalar qo'yib, chiroyli holatda tayyorlaganmiz. Oyoq qismiga ham e'tibor qilib qo'yasizlar. Xuddi shunaqangi yong'oq yog'ochimizni o'zidan o'yib chiqilgan holatda bo'lgan. Keyin 100% yong'oq darhida ishlangan, chiroyli holatda bo'lgan. Oldilari medalyon holatda, pardali qilib, chiroyli holatda ishlab berganmiz. Ranglari shampan svetda bo'lgan. Xon taxtamizning razmeri uzunligi 5,5 metrga, eniga 120 holatda bo'lgan. Avanli holatda ishlab berganmiz. Narxi 11 million so'mga tayyorlab berdik bu komplektimizni. Xohlasa chiroyli holatda pastxon qilib ham o'zini ham ishlatsanglar bo'ladi. Keyin komplektimizga kelamiz. Bu komplektimizni Surxondaryo Jarqo'rg'onga tayyorlagan 12 kishilik komplektimiz. Fasonlari Skironi variant ishlangan. Yong'oq 100% oldinlar chester machalka qismlari ham 12 sm machalkalar qo'yib, koreyskiy atechento materiallarda. Keyingi bu komplektimiz mana oyoq qismlarida gullar yo'q. Skironi variantda, lekin orqa qismlari hamma narsasi standart bir xil medalyon holatda ishlab berganmiz. Bu komplektimizni $550 ga dastavkasi ichida qilib tayyorlab berdik. Shu 12 kishilik komplektimiz. Bu komplektlarimizga kelamiz. Xuddi shunaqangi hozirda Zakatopkada tayyor bo'layotib turgan komplektimiz oq jemchuk svetda bo'lgan. Bug'doy gul hozirgi kunda yangilik bo'lgan. Bu komplektimiz Xitoy atirgul bo'ylari baland shampan svetda tayyorladik. Bu komplektimiz ham 3D oyoq qismlari o'yilgan holatda, uchovi ham zakaz orqali tayyorlangan komplektimiz. Xudo xolasa bizdan uzoqlashmaysizlar. Xuddi shunaqangi keyingi ishlarimiz ham bor. Bizni kuzatib borasizlar, like bosasizlar, obuna tugmasini bosib qo'yasizlar. Hammanglarga xayr sog' bo'linglar.